O'rtoqlar, bugun Andijonning Marhamat tumanidan Jamshid ukamiz kelganlar. Qanigina like bosib qo'yasizlar. O'zlari ham avtozavodda ishlar ekanlar. Damas olib kelganlar. Damaslarga propan o'rnatib berdik 40 litrlik. Italyanskiy multiklap, italyanskiy zapravочный, termotrubkalar, datchiklar bilan akkurat qilib o'rnatib berdik. Xo'p. Переключателlar bilan qo'yib berdik. Gazdan to'ldirib berdilar. Hozir 5 litr qo'yib keldi xolos. 5 litr qo'yib kelganlar. Qizili yonib turibdi. Hozir yana to'ldirib beradilar. Jamshid ukamizni tafsilotlarni eshitamiz. Jamshid, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana akamizni Instagramdan ko'rib keldik. Akamiz mana ishlar chiroyli qilib berdi. Katta rahmat. Yaxshimi tafsilotlar ishlar? Ekan, rahmat. Jallibali yo'qmi? Yo'q, hamma yo'q. Berganingizga rozi bo'ling. Jamshid ukamiz Marhamatdan kelganlar uchun zo'r sovg'alar qilib berdik. Kuzatishda davom etinglar. Berdi akamiz. Videoni marhamatli tanishingizga jo'natib qo'ying. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar.